Vitamin D nonushtaga, omega 3 bu ham birgalikda bir-birini ta'sirini kuchaytiradi nonushtaga. Bular ikkalasi ham birgalikda iste'mol qilinsa energiya manbai hisoblanadi. Yod preparati nonushtaga har kuni. Chunki yod qalqonsimon bez gormonlari ish faoliyatini yaxshilaydi. Bunga qo'shib selen preparati. Bu ham nonushtaga. Doimo birga duet qilib ichiladi. Temir preparati obedga tushlikda, ya'ni plus B gruppa vitaminlari hamda mis vitaminlari. Bular sinergist hisoblanadi, bir-birini ta'sirini kuchaytiradi. Kechqurun 21:00 22:00 orasida magniy preparati, magniyni malat formasi ichiladi.